Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Muhiddin kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Hurmatli obunachilar, nasl ishqibozlari, videoda oxirigacha ko'radigan joyi, ya'ni ko'rib turganinglar arzon cho'qqimchi Jahongir uzdi mini fermalarda sotiladigan buqalar. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani, tuman markazi, kadastr binosiga yaqin joyda. Akamizdan sotiladigan nasldor rossiyskiy Gorniy Altayskiy deydi-yu, xuddi shunaqangi buqalarimiz yetib kelgan. Mollar akalar o'ta bo'lakcha kelgan, ko'ryapsizlar. O'ta sog'lom, danak. Sifatiga ham yaxshilab e'tibor beringlar, haligi keladiganlari bo'ladi-yu. Xuddi shunaqangi partiyani video obzor qilamiz. Bugungi sanamiz, hurmatli obunachilar, 16-noyabr bo'ldi. Hafta kuniga yakshanba dam olish kuni. Dam olish kunida yaxshi joydan mol chiqsa olamiz. Sifatligi chiqsa olamiz. Birinchi qo'l joyi chiqsa olamiz degan akalarimiz adashib qolishimga yo'q. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha narx-navolarni arzon qilib berishadi. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, bonuslari ham bo'ladi, kommentariy shovlari ham bo'ladi. Qolganlari xudo xolasa mashib oladi. Jahongir o'zi, assalomu alaykum. Muddinaga tuzimsiz. Mollar siz qo'layaptimi, siz mollar qo'layapsiz? Hamma yo'q bo'lyapti. Aka, siz bilan ko'rishganimiz, obunachilar bilan ko'rishganda, xudo xolasa narxni bugun ko'rdingiz, hozir chang olyapti. Undan bettar bo'ron qilamiz narx-navo tarafida. Inshaalloh. Aka, mollarimiz o'zi o'ta sog'lom, oddiy sog'lom emas, qarang. Qarang, mol qarang, mol. Yashil, pashil, unaqa umuman unaqa narsani hayol xatiriga keltirmayotgan mol. Lekin mollar sorti, sifati o'ta yashil bo'lishni o'ylab ham ko'rmagan bu mollar. Yo'q, mollarni ko'rsa, buni tetib turmaydi-yu, mol Muhiddin. Bu mollar akalar, charchoqdagi holat shu. Eng kichkinalari mana shumi, mana uni? Eng kichkinalari mana shu. Xullas 5-6 ta bor. Mana yana. Mana shunaqa 1.5 ligidan 5-6 ta bor. Lekin bu safar Muhiddin ko'ryapsiz, o'tgan safargi singari emas. Necha yiriroq. Yiriroqlari ko'proq. Bo'ldi. Ketdi akalar. Xo'p, Jahongir aka, buni soni nechta dedingiz? Muhiddin buni soni 50 ta. 50 ta pachka. Hop. Lekin bu safar o'tgan safargidaqa emas, yiriroq. Hop. To'g'riga 1.25 liklar o'tgan safar bir bor 6 ta, 7 ta bor, 8 ta, 10 tagacha bor edi. Lekin bu safar to'g'riga 20 ta buyog'ida bor. 50 kilo bo'lyapti, salkamning. Yo'q, kichkinasi Muhiddin to'g'ri gapni aytish kerak-da, bir 7 ta, 8 ta. 10 ta deng. Bor 10 ta chiqardi. 10 ta deng. 20 million buyog'ida. Uning ichida bonusi ham bor. Hali bonuslari chiqadi, ha? Ha, xudo xolasa, valingdaqasi yo'q. Qarang, akalar. Ashi ham bonus. Ay, mashalloh. Mana qaranglar, akalar. Moldi. Mana akasi ekan-a buni? Ha, aka uka bo'lib ketdi bu yerda hammasi. Xo'p, Jahongir aka. Voy. Akam, buni maqsad sotish agar bir joyda bo'ladigan bo'lsa, yo o'rtadan arra solinadigan bo'lsa ham O'zbekiston bo'yicha ketaveradi. Bitta mashina to'lsa-da. Ha, to'g'rimi aka? Işte, mana qasi. Ish bitirishga agar bir joyga so'raydigan bo'lsa, hammasini nechga beramiz aka? Muhiddindan qarang. Bir joyga bo'lsa, endi mana shu o'tishini oling-da. Aha. Oho, bu kattaligini. Akalar, buni qarang, pandani. 3 ta molni bitta qilib yuborganmi? Gapiring Jahongir aka. Buni ko'ring, Muhiddin. O'z mashalloh. Akalar hozirgiga aytib. Odam baravar qildi-yu. Aytyapti, kichkina mol emas, Muhiddin ashlar. U katta. Endi ichida mana atrofida mayda mollar ko'pda hozir aka. Ko'rsatmayapti. Shuni qaranglar. Mana bu qola. Muhiddin bu yerda 95% semental ekan. Bu yerda 5% misol Chonni Piostra bordir, Greenford bordir, shunaqa. Hibridlashgan ekan aka. Bu yerda semental bilan Greenfordni asosan hibrid var. Mana shu mol oq kiprik. Hali kecha kelib bittasi aytdi, oq kiprigi manaqa bo'ladi, anaqa bo'ladi degan yerga ko'ra olsan, hammasi oq kiprik. Filminnoy shunaqa bo'ladi deb bittasi aytdi-da. Xudo xolasa. Pardonlar. Xo'p, akam, gapiring endi bular bir joyga nima? Qayerdan boshlaylik? O'zingiz xohlagan yerdan boshlang. Bismillah, har doimgidek. Boshi bo'lsa bir yo'li bo'lsin, optimidan boshlaylik. Ammo iliklari haqiqatda to'lgan mollar ekan. Lekin aka, Liboy yerga solishtirsin, Narnavodi O'zbekiston bo'ylab solishtirsin. Vodiy bo'ylab demayman. Pulni nogiron qilmaysiz ham bo'laveradi. Oyoq qo'lini ishlamaydigan qilib qo'yaman. Endi qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Muhiddin o'zi aslida to'g'ri gap. 23.5 dan qo'y suv qo'yamiz deydi. Xo'p. Endi unaqalarni yo'q qilamiz. Bo'ldi. 23 ham qo'ymaymiz. Nech pul qo'yamiz? 23 ga misol 200 ming, 300 ming xayr emas.
23 ga 500 ming xayr qilib turib, 22,5 dan qo'yiq suyi bo'lsa, 50 tasi bir joyga bo'lsa, yetkazib beramiz. Hech puldan? 22,5 milliondan. Xayri yo'q buni. Xayr, Kelsa behayr bo'ladimi? tovdik ham bo'lgan bizda. Behayr Xayrni nima? ham qilib berasiz. Anaqa bo'lmaydi. Chiroyli qilib. Xo'p, akalar, mollar haqiqatdan shunchaki mol emas akalar. Hali har doim kelayotgan mollardan emas. 22,5 million dan so'mdan. Lorbek aka keling. Bilan ko'rishganimiz obunachilar. Bo'yni sindiramizmi? Ay, zakonni sindiradi. Shunday. Dedimi? Ha. Bunda hammasini qo'yib suyug'iga. Hech kimdan so'ramayman. Hech kim so'ymaydimi? 22 dan qilib beraman. Xo'p, nariyadan yana bitta tashlab olib kelaman, u ham cho'radi narxini. Ketdimi? Agar vodiy bo'ylab bo'lsa 22 ga ham xayr qilib beraman hozir. Ketdi akalar. 22 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha ketdi akalar. 22 million so'mdan xayri vodiy bo'ylab bo'lyapti akalar. Jongiroz, gapingiz bormi yo bo'ldi o'shdingiz? Meni gapni o'chirib qo'ydi, bo'ldi, tugadi. Endi eshittiring, Muhiddin. Eshitdim. Mollar kichkina emas. To'g'ri gap 26 milliongacha mol bor ichida. Tanlab olsa. Tanlab olsa, lekin kichkinasi 18 milliondan boshlanadi. 18 milliondan nechta? 10 tami? 10 ta chiqdi. Ya javunaga tuxum yetmaydi. Ma'qul, men hali silkintirib yuborsang. Bu yerda to'g'ri. Qimillataveraman oyog'ingizni deyapti. Eshittiring, uni ola bilan mana boribdi. Xo'p. Xullas 2 dona edi, unaqa emas. Endi eshittiring. 2 ta emas, 3 ta qilib beraman. Ey, 3 ta deyapti Lorbek aka. Bo'ldi, u gap 3 ta bo'ladimi? Yarashami? 4 ta. Bo'ldi, us. 4 ta. 18 million so'mdan Endi 4 ta. neda Muhiddin, men qarang. O'sha 18 ga 3 ta chiqqandan keyin 4 ta. to'rtinchisi yo'q, Ha. katta bo'ladi-da. Qo'shiladi. Xohlasa 20 liga qo'shilar. Lekin arziydi mollarni narxi. Xudo xolasa. Mollar aka rostdan bir odamni miyalarini chappacha oldirib yuboradigan mollar Muhiddin aka. sog'lomligini endi men qarang, men qarang, men turishdi, men bu qani qarang. O'ta tomoshada. O'zi lekin bir yasharga yetmagan rashmola. Ya, bir yashar. Ha? O'ta men qarang. Patsosa hali. O'ta gigant, xudo xolasa. Xo'p. Biri 10, biri 15, biri 20, biri 25, biri 5 shunaqa. Asosiy shunaqa mollar bo'lib bor. Aka bir 10 tami, 20 tami tanlab olaman degan akalarimizga nima deysiz? Nima deya olasiz? Keling, yomon deyman To'xtang, unda. qochib Unda turayman. вообще Ha. yig'lama qo'shig'ini ayttirgizib beramiz. Xo'p. Aka, shunaqa tanlab olaman degani. Yo'q emas, u bor-ku. Keling. Bor, keling. 10 ta tanlab olishga. 10 ta emas, 15 ta deng. 15 Bir Isuzu To'ladi. kessin katta Isuzuga. Bir Isuzu bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman, endi eshittiring. 25 deyman dedim, nima demayman. O'ziga kelib, o'ziz bosib. 24 yarim ham yo'q. 24 dan 15 ta tanlab olaman. 15 ta tanlab olsin bo'ldi. Eng qizig'ini aytaymi? Behayr tovuq ham sotilmaydi, hayrini ham qilib beramiz. Xayri bor. Akalar, molni endi kelsanglar, menga ajratib 15 tani avval ko'ring. Kichkina mol emas, haqiqatda. Siz ajratadigan mol ham tem bo'lib kichkina bo'lmaydi. Jongir aka, maydasidan 15 ta desangchi, maydasidan. Mashina ichidan chiqaverchi endi, maydasi 4 ta bor, xolos da berdi. Yo'q, 10 ta deyapman, 10 ta. 15 ta. 15 ta maydasidan. Keling, 15 ta chiqarsin. Xo'p. Ya 10 ta chiqarsin, malingda Hop. bo'lib qoladi bunda. 10 ta chiqarsin, gap so'z yo'q. Qiynalib yurib O'zi chiqaraman. chiqarib O'zi berasiz. asli to'g'ri gapdi. 21 milliondan emas, 20,5 milliondan vodiy bo'ylab to'g'ri, dastlab to'g'ri, 20 million so'mdan 10 ta. bo'ldi. Katta akalar. 20 O'zi million aka. so'mdan 10 ta mana shu mol. Uni o'zim chiqarib beraman Yarim lekin. o'tda molni, o'zi bunday varaqla boring mana shu yerda. O'tsin. Mana akalar 5-6 tasi o'tgan tomonga. Qani, yurgizamiz. Jongir aka, bu yerda necha pul atrofida ish bitishga mol ko'p, bitta ikkita oladigan. 22, 23, 24 asosiy shunaqa. 22 dan 24 ga doğru. Asosiy butadigani. 20 ni ustida-da. Aha. Misol sabab bu yerga kelgandan keyin faqat manaqa yaxshilari ko'rinib beradi-da. To'g'ri gap-da. Misol kelgan yerga kelib turib, zo'rini urib ketish keladi, libo odamni. To'g'ri, hamma ham yaxshi narsa olgisi keladi aka. Mana, bir egizga olinglar akalar. Mana bonusga chiqqan molida. Narigidek kattaroq ekan. 3 ta ola bor ekan, adashmasam, 3 ta ko'rdim. 3 ta cho'rni piyostiri, to'g'ri. O, bitta qora, u Anguschami nima u? Angus, Mickey Mickey Mouse. Mouse. Angus Mickey Mouse ekan akalar bu. Keling, mana shu ikki bitta bo'lgin. Nega ko'rinadi? Mana, yurgizinglar sal. O, toza narsa ekan akalar bular ham. Angus baqamanni kelganlarga jo'natib qo'yinglar. Jongir aka, Voy aka. xo'p. Dastavka bittaga ham vodiy bo'ylab muammo yo'q. Agar bir katta-kattalarni olaman desa 5-6 olsa ham iloji boricha Ishini bitiramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar. Ish bitadigan joyi. Keling, ko'ring, xudo xolasa. Bugunga mana shu.
Bugungi mashina. Yangilik ham aytib qo'ying, qachon? Yangilik inninga bo'ladi. Inninga degani endi u degani seshanba degani. Aha, inninga degani ertadan keyingi kun degani. Seshanba degani. Ertaga Xudo xolasa kechga o'tadi. Ertaga kechga kelsa akalar, inninga seshanba kunga Xudo xolasa yangiliklar. Bizga ko'proq o'tyapti Xudo xolasa. Bunda ko'proq keladi. Aha. Lekin mana razmerda hammasi. Xo'p, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Kamchilik, so'zlarimizda, gaplarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Buqani zo'r gulgib qo'ylar mana. Haqiqiy pilminnoy akalar. Bozoringlar bersin. Aka, rahmat. Bozoringlar bersin. Aka, elda xizmatdamiz. Rahmat aka, hammaga. Hurmatli obunachilar, kommentariya g'oliblari qolib ketibdi, esdan chiqibdi. Hali halopatchilik qilish kerak yo'q. O'tgan safar ham o'zi bitta ikkita odamga oshcha ham tushirib yuboribdi akamiz. Lekin Ya mayli, Muhiddin yozdi, endi vijdonali naqasi yo'q. Lekin Xudo xolasa qolib ketgan ikkita uchtasi bor edi, fonni rashot qilib. Xullas, nolobga bo'ldi. Oshchasi bilan o'tgan safar ikkitaga berganmiz. Ikkitaga start berganmiz. Uni aniqlaymiz. Bu safar yana bitta ikkita qilib qo'yamiz. Ikkita. Bugungi ham ikkitalikka bor akalar. Keyingi safar molimiz ko'p bo'lsa, kerak bo'lsa 4 taga ham qo'yamiz. Ya qizig'i yo'q, prosta holatiga qarab turaveramiz. Yengil sotyapmiz. Xudo xolasa 1-2 kunda sotilyapti. Ikkitaga startni beramiz. Yana muammo yo'q, Xudo xolasa bitiramiz. Telefoningizni oling akalar, ikkitani g'olibni aniqlaymiz. Keyingi safargalikka ham start berilyapti. Hurmatli obunachilar, mana 3 kun oldin qo'yilgan Spitkanada Jahongirdan deb turib qo'yilgan videomizda 193 ta like, 3700 ta prosmotr, 1300 ta komment. To'g'rimi? Mana. Ketdik, g'olibni aniqlab ketamiz. Yo'q, mana novi. Ketdik 1 2 3 1 5 ta o'tkazamiz. 2 3 4 5. Yana men oqarib qolmaydi, qarg'a cho'qsa, bu yana men degandaqa akkaunt ekan bu. To'g'ri yerga ko'milsa, egri ham to'g'ri ham yetdi bukilib. O, ancha oldin yutuvdi mashina. Mash odam mashq anaqa akkaunt anaqa bilan yutgan, sheri bilan. 95lik. Shu yerga aloqaga chiqing. Kapirat ketdi bitta odamga. Ikkita odamga bergansa, yana bitta. 1 2 3 4 5 Zulfiya. Zulfizar. Bu ham mana shunaqa-yu. Bitta akkaunt shekilga u. Lekin bu unda Zulfizar chiqyapti aka. Narginda yana men degan akkaunt ekan. Lekin yozma bir xil. Qiling siz ham 2-3 akkauntdan farqi yo'q, to'g'rimi? Bitta odam yutgan bo'lib qolishi ham mumkin. Balki uni gapini ko'chirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin ekan, to'g'rimi? Beramiz endi. Baribir ikkita akkaunt, boshqa bitta odam bo'lsa ham ikkita akkauntdan yozgan bo'lishi mumkin. Eri xotin yutgan bo'lsa ham qizig'i yo'q. Mana. Zulfizar bilan yana men degan akkaunt egalari aloqaga chiqasiz. Pulingizga 200 ming so'mdan 400 ming tashab beradi, to'g'rimi? Jahongir aka? Behijolat. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi mana shu o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling, like'larni bosing. Dumbillat bersin, mashara qiziqmi, like uchun qilyapmiz bu narsani, shuncha mehnatni. Akalar, rahmat hammaga.